Ha? Ha? İçesanmi? Yo'q. Bitta narsa esimga tushib ketdi. Okey, mana shu Mojito berib yuboring. Mojito. Mayli ku faqat bitta qopdi-da. Menga Ha, berib bo'ldi. turasiz-da. Maylimi, men birinchi keldim bu yoqqa. Erkakmisiz? Menga berib yuboring. Mayli. Ana qissachi birinchi men so'radi. Ana qisa baravar so'radik. Yo'q, siz shunaqa zo'rmisiz? Siz erkakmisiz? Nimaga ayol kishi bilan talashyapsiz? Siz ham qiz bolasiz, pastroq tushing. Voy, berib yuboring, erkak bo'lasiz. Hozir berib yuboraman, ichib yurasiz. Voy. Boshqa suv ichsanglar bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'ldi. Namuncha zaharsan? Siz past ekansiz. Voy. Bunaqa xotindan Xudoni o'zi asrasin. Taqdirni beshafqatligini qara-ya. Dunyoda shuncha qiz qolib, senga uylandim baribir. Ajab bo'pti. O'zi aytishadi-ku, yomon ko'rganing oldingga keladi deb. Battar bo'ling. Yo'q, O'zi nimaga keldingiz, obedda? o'sha mudhish kunni eslab, xotinimni xursand qilib ketay deb keldim. Meni ham sizga surprizim bor. Yo'q, Yuring. ishqilib tinchlik bo'lsin-de. Nima bolani boshlading yana? Nima bu? Siz ota bo'lasiz. Voyo! Rustam! He. Voy, ma! Yomondan ham yaxshi odam tug'ilar ekan-da, ha? Shunaqa. Uy! Shakarsan, shakar!